Assalomu alaykum hurmatli Namangan Taxta bozor kanali a'zolari. Xudo xolasa bugungi sanamiz 26-avgust sanasi. Orada uzilishda bo'lib video qo'ya olmadim. Xudo xolasa yangi taxtalar kelgan 6 metrli, strapilli, 5 metrlarga to'sin, 6 metrli larga to'sinlilar. Xudo xolasa video davomida ko'rsatib o'taman hammasini. Oldindan bittadan like bosib, video davomida ko'rib tursangiz do'stlarga bor. Xudo xolasa ko'pchilik ko'rishiga sababchi bo'lasizlar. Inshaalloh video manfaatli bo'ladi. Uzunligi 6 metrli strapillilar. Shifer reka patal. Qo'lli rekalar. Larga to'sinlilarning videosini qo'yib boraman. Xudo xolasa ko'rib tursangiz. 5 metrli Listvenitsa kelgan. 18,5 ga 5 old-orqa standart zavod taxtasi. Mayda bitoq. Chiroyli holatda. Pol suxoy. Holat ideal holatda. Tilinishlarda valnasi yo'q. Kengligi 18,5, qalinligi 5, uzunligi 5 metrli. Holat chiroyli taxtdan. Ko'rishingiz mumkin orqa tarafdan tilinishlarni ham. Narxi 250 ming so'm. Kengligi 18,5 sm, qalinligi 5, uzunligi 5 metrli zavod taxtasi. Ko'rinishlari chiroyli holatda. Old-orqa standart to'rqirli, katta bitoq garbili yo'q. 18,5 ga 5 metrli, narxi 250 ming so'm. Bu yerda esa 6 metrli strapil, hozir buni ham ko'rsatib o'taman. 6 metrli to'sinli. Hop, 20 sm ga qalinligi 5, bunisi esa 18 sm ga qalinligi 5, uzunligi 6 metrli Listvenitsa, suxoy. 5 kelgan o'zi. Old-orqa standart to'rqirli. Zo'r hammasi. 18 ga 5, narxi 280 ming so'm. 20 ga 5, narxi 310 ming so'm, 6 metrli. Buni davomi bor. Xudo xolasa yana yangi partiya kelayotgan. Tugab qolmaydi, har qancha kerak bo'lsa bor. 6 metrli beliari taxtasi, sasni tilinishlarda yaxshi holatda, to'rqirli. 6 ga 4 minus razmerda. 58 ga 4 sm ko'rsatadi. Uzunligi 6 metrli, 1 metr 10 ming so'mdan. Bu yerda esa 15 ga 4. Shu yerda qurgan beliari sasna taxtasi, holati zo'r, to'rqirli. Old-orqa standart, eni 15 sm, qalinligi 4 sm. Uzunligi 6 metrli, narxi 150 ming so'm. Eni 15 sm, qalinligi 4 sm. Holati ideal holatda. Katta bitoq garbili yo'q. 13,5 ga 8,5. Uzunligi 6 metrli. Holati zo'r. To'rqirli, katta bitoq garbili yo'q. Bu narxi 310 ming so'mdan bir donasi burus. 6 metrli 9 ga 9 ham bor. 5,2 ga 3,5, 6 metrli 1 metr 8 ming so'mdan. Holati zo'r. To'rqirli donali reka beli ar taxtasi. Bu yerda esa 14 ga 3,5. Ko'rishingiz mumkin. Holati zo'r. 6 metrli strapilli. Eni 14 sm. Qalinligi 3,5. Katta bitoq garbili yo'q. Eni 14, qalinligi 3,5. Uzunligi 6 metrli. Holati zo'r, to'rqirli. Katta bitoq garbili yo'q. Narxi 117 ming so'mdan chiqadi, 14 ga 3,5. Bunisi esa 15 ga 4, orqa tarafdan yuzasi ko'rinishi. 14 ga 4 sm, uzunligi 6 metrli, to'rqirli. Orqa tarafdan ko'rinishi, bu ham beliari taxtasi. Katta bitoq garbili yo'q. Narxi 135 ming so'mdan. To'liq 14 ga 4 sm, uzunligi 6 metrli taxta. Mana. Ko'rinishi, xudo xolasa chiroyli holatda, to'rqirli. Narxi 135 ming so'mdan. Bu yerda esa 11 ga 3,5. Uzunligi 6 metrli, holati chiroyli, to'rqirli. Orqa tarafdan ko'rinishi, beliari taxtasi. Bunisi narxi 92 ming so'mdan. Eni 11, qalinligi 3,5. Uzunligi 6 metrli taxtalar, hammasi strapillikka. Bunisi esa hozirgi ko'rsatgan taxtamni 9 ga 3,5 razmeri. Narxi 75 ming so'mdan, 13 ga 3,5, 6 metrligi.
Narxi 110 ming so'm. 12,5 ga 3,5. 12,2, 12,3 ko'rsatadi. Sababi bitta reka olinganligini hisobiga arra haqqi strapildan chiqib ketgan. 12,2, 12,3. Xudo xolasa 12,5 ga ko'rsatadigan taxta. Qalliga 3,5, uzunligi 6 metrlik to'rqirra tekis taxta. Bunisining narxi 105 ming so'm. 4,5 ga 3,5. 6 metrlik. Pachkada ikkitadan qilib pachkalangan donali shifr reka ekan. 4,5 ga 3,5. 6 metrlik. 1 metri 6700 so'mdan. Holati zo'r, to'rqirra donali pachkada. Old orqasi bir xilda. İçi yo'q ekani, xudo xolasa bemalol ko'rishingiz mumkin. Pachkada ikkitadan qilib pachkalangan. Mana tagi tarafdan ko'rinishi, hammasi shunaqangi bir dog'siz reka bo'ladi. Holati zo'r. Inshaalloh bemalol ko'rsanib bo'ladi. Tilinishlari akkuratni etilingan donali reka. Metr 6700 so'mdan. Bu yerda esa 6 ga 3,5. Uzunligi 6 metrlik, bu ham donali reka. Beli taxtasi hammasi xudo xolasa tilinishlari akkuratni etilingan. 1 metr 9 ming so'mdan. Uzunligi 6 metrlik qo'llikka kattaroq reka. Bu yerda esa vagonkamiz. Kengligi 6,7 qolgan. 6,5 ga hisoblaymiz 1 kvadrat metrga. 4 dona yetmagan ketadi. 1 kvadrat metrga. Buni bir donasi 32 ming so'mdan. 1 kvadrat metri 123 ming so'm, 124 ming so'm. 124 ming aylanadi. Xudo xolasa. Uzunligi 4 metrlik. Mayda bitoq hissasini taxtani ochtirganman. Ko'rishingiz mumkin. Bu taxtaning orqa tarafdan ko'rinishi hammasi standart to'rqirra shunaqangi holatda tilingan. Vagonka bor har qancha. Xo'p, bu yerda esa ancha kattagina kvadrat metrga bor. Bemalol zakaz qilsangiz bo'lardi. Kengligi 66-67 qolgan, qayligi 1,6 qolgan. Uzunligi 4 metrli, bir donasining narxi 32 ming so'mga. Ochilishlari akkuratni ochilgan, zashni silov qolgan, bir-biriga tegib qolmaydi. Bir-biriga kirish choklari ham zo'r holatda. Mana yon tarafi mana bir-biriga kirgan holati zashni silov holati, taxta ishadigan bo'lsa. Mana ko'rishingiz mumkin. Bir-biriga tegib qolmaydi. Narxi 32 ming so'mga. Uzunligi 4 metrli suxoy taxta. Kengligi 12,5 ga 3, uzunligi 4 metrli strapillikka suxoy mashinaqangi taxta. Hammasi bu yerda esa 10 santimetrlik. 10 ga 3, 12,5 ga 3. Uzunligi 4 metrli. 12,5 ga 3 narxi 64 ming so'm, 10 ga 3 lik narxi 50 ming so'mdan qilib beraman. Uzunligi 4 metrli taxta. 14 ga 4 listinitsa, uzunligi 4 metrli lagalikka. Juda ham ko'p so'roq bo'ladi bu ham budjetli varianti. Uzunligi 4 metr, kengligi 14 sm, qalinligi 4 sm, uzunligi 4 metrli. Buni bir donasining narxi 95 ming so'mdan. Listinitsa laga to'sinlikka plazorra o'rtasi yaqinroq joyga qo'yishgani so'roq bo'lib turgani yopib kelib qo'yganmiz. Kengligi 4,5 sm, qalinligi 4 sm, uzunligi 4 metrli taxtadan tilingan reka. Qolish 4,5 ga 4 qolgan, uzunligi 4 metrli. Buni 1 metr 7200 so'mdan. Bu yerda esa 14,5 ga 3,5. Zavod suxoy taxtasi, mayda ko'zli. Taxtaning tagi tarafdan ko'rinishlari, xudo xolasa yon tarafdan ko'rinishlari, old orqasi hammasi shunaqangi standart holatda tilingan. Buning narxi bir dona 80 ming so'mdan, uzunligi 4 metrli strapilli. Bu yerda esa 11 plus qalinligi 3,5ligi. Mana taxta mayda bitoq. Uzunligi 4 metrli. Buni bir donasining narxi 62 ming so'mdan. Suxoy taxta strapillikka. Taxtaning yuzasi ko'rinishi holati zo'r. To'rqir old orqasi hammasi shunaqangi standart holatda tilingan. 9,3 ga 9,4 ga qalinligi 2lik. 9 cm kelgan. Uzunligi 4 metrli 100% yel taxtasi.
mayda butoq, deyarli ham butoq taxta. Qalinligi to'liq 2 cm, uzunligi 4 metrlik. Buni bir donasining narxi 32.500 so'mga. Uzunligi 4 metrlik suxoy taxta. Bu yerda esa kengligi 13, qalinligi 3 cm, uzunligi 4 metrlik zavod suxoy taxtasi. Buni bir donasining narxi 75 ming so'mga bir-biriga kiradigan shpuntli taxta. Hop, bu yerda esa 9 cm ga 2 cm qolgan mayda butoqli taxta, sasna, bir-biriga kirishlari yumaloqda ochilgan, ichlargacha garantiyasi bor, singan, chirigan, yaroqsiz chiqsa pulingizni obratni qaytarib beraman. Bu taxtalarni xudo xolasa ichlargacha garantiyasi bor. Kengligi 9, qalinligi 2 cm, uzunligi 4 metrlik. Bu yerda esa 11 ga 208, uzunligi 4 metrlik 100% sasna taxta, bir-biriga kirishlari a'lo darajada yumaloqda ochilgan. Narxi 62 ming so'mga. Uzunligi 4 metrlik. Bu yerda esa 15 ga 208, 3 cm. Uzunligi 4 metrlik zavod suxoy taxtasi. Buni bir donasining narxi 75 ming so'mga, eni 15, qalinligi 3 lik taxta. Inshaalloh holati zo'r. Manzilimiz Namangan shahar, Shamshiboy bozori 3-rat, 573, 574-joy. Xudo xohlasa aytib o'tilgan taxtamiz narxlari qo'limizda taxta tugaguncha o'sha narxda bo'ladi, narx o'zgarib qolmaydi. O'zi uzoqda turib kela olmaydigan akalarimiz juda ham ko'p zakaz berishadi. Xudo xohlasa oldindan shunaqangi bo'lib kelgan, hozir ham shunday bo'ladi. Taxtani, siz yoqtirgan taxtani zakaz qiladigan bo'lsangiz, uyda ustangizmi, aka-ukalaringiz yoki qo'ni-qo'shnilaringiz qabul qilib olib taxtani, keyin shopidan pulni berib yuborishadi. Men aytib o'tgan taxtalarning narxining ichida dastavkasi отдельно bo'ladi. Xudo xohlasa chiroyli ishini xizmatini bitkazib beraman. Boshqa razmerdagi taxtalar ham bor, videoga tushmagan bo'lsa, sizga kerakli razmerdagi taxtalar ishini ham bitkazib beraman chiroyli qilib. Bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Telefon raqamim 90 222 44 77. Xudo xohlasa zakaz qilsangiz chiroyli ishini bitkazib beraman.